Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar Olovrit siri kanaldasiz. Va men bugungi videomda quyidagicha jang bo'lar jang bo'lar ekan. Esingizdami? Oldingi shorts videoda men jangga ketgan edim. Jang uchun video tayyorlanayotgandim. Esingizdadir? Aytib o'tganimdek nima bo'lganini aytmoqchiman. Men men OMDR, ya'ni Olovli Minecraft Demokratik Respublikasini yaratdim. Va quyidagi mamlakatlar bilan do'st tutingan edim. Ancient City, Muz qirolligi, olov quritilgan olov va momaqaldiroqli End degan davlatlarga qarshi kurashayotgan edim. Do'stlarim, oldinlari do'st edim. Afsuski ular menga qarshi qo'zg'olon ko'tarishdi va oxiri mening pastki yo'lagimni egallab olishdi. Mana o'zingiz ham ko'ring. Endi men u yerga urushish uchun boryapman. Agar urushda yengadi deb o'ylaydigan bo'lsangiz, kanalga like bosing va obuna bo'ling. Hozir men buni survivalga o'tkazib olib, qurollanib olaman. Eng so'nggi darajali kiyimimni kiyib olmasam bo'lmaydi. Ya'ni titan kiyimlarini. Ana endi tayyor. Ana endi esa buni kiyib olaman. Bu qurol ham tayyor. Endi esa urushga ketsam ham bo'ladi. U yaramas eshak degani to'xtatib devarak sandiq ham qolib ketyapti. Mana ultra quvvatning ko'rinib turishi ma'lum. Va ketdik. Mana ko'rdingizmi, bu yerda oqova suv bor edi. Lekin bu oqova suvni esa Ancient City soldatlari yakson qilishdi. Nima balo, mana hazillashyapti. Endi esa Ancient Cityga qarshi jang. Boshqaron. Eshikni ochib olishim kerak edi. Yo'q, bu eshikni ochmoqchiman. Yaramas, bu eshikni ochmoqchiman men. Voy eshak. O'lib ket. Qotayapti. Mana ko'rdingizmi, bu shunchalik ham oson emas. Buni men keyingi videomda batafsilroq aytib bermoqchiman. Shu bilan men videomga yakun yasayman va xayr.